Hammaga salom. Bugungi videoda siz bilan YouTube'da ko'rishlar sonini sezilarli darajada oshirishga yordam beradigan 7 ta eng samarali strategiyani batafsil tahlil qilamiz. Birinchi, tomoshabinni tushunish kerak. U nima istaydi? YouTube'da muvaffaqiyat kaliti bu tomoshabinni tushunish. Ko'pchilik videolarni o'zini istagiga ko'ra tayyorlaydi, lekin auditoriyasining muammolariga yechim taklif qilishni unutishadi. Siz esa boshqacha yondashing. Masalan, savol bering: mening auditoriyam kim? Ular qanday mavzular bilan qiziqadi? Nima haqida qidirishadi? Qanday muammolarga javob kutishadi? Siz bu narsalarni bilishingiz shart. Bu uchun esa ushbu vositalardan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, YouTube Search odamlar qanday kali so'z bilan qidirayotganligini aniqlab beradi. Google Trends esa qaysi mavzular trendda ekanligini ko'rsatadi. Esda tuting, YouTube bu siz uchun emas, tomoshabinlar uchun. Ikkinchi, qadriyatga asoslangan kontent qiling. Bugungi YouTube'da eng katta muammo clickbait, ya'ni aldov sarlavhalar. Siz esa ishonchli kontent yarating. Har bir videoingizda tomoshabinga qiymat bering. Masalan, YouTube kanalim o'smayapti degan muammoni hal qilish uchun YouTube'dagi 5 xatolik, shuning uchun kanalingiz o'smayapti kabi video tayyorlang. Har bir video muammoga asoslangan bo'lsin, aniq yechim va misollar keltirsin, aynan kimga foydali bo'lishini ko'rsatsin. Uchinchi, kuchli sarlavha va e'tiborni tortadigan preview qiling. Sizning videoingiz eng zo'r bo'lishi mumkin, lekin agarda sarlavha va preview odamni jalb qilmasa, hech kim uni ustiga bosib tanlamaydi. Aynan shu sababdan ular ustida alohida ishlashingiz zarur. Sarlavha formulasini sizga aytadigan bo'lsam, birinchi muammo, undan keyin esa qiziqish uyg'otuvchi element, oxirida esa raqam yoki natija bering. To'rtinchi, dastlabki 15 soniyada tomoshabinni ushlab qoling. YouTube algoritmi odamlar videoni qancha vaqt ko'rganiga e'tibor qaratadi. Agar dastlabki 15 soniyada video zerikarli bo'lsa, odamlar chiqib ketish ehtimoli yuqori. Videoni o'zi qanday boshlash kerak? Qiziqarli savol yoki fakt. Nima haqida gaplashamiz? Qisqa bayonot bering. Nega aynan sizni ko'rishlari kerak? Bu haqida ham gapiring. Masalan, agar videolaringiz hech kimga yetib bormayotgan bo'lsa, unda siz bu 3 asosiy xatoni qilyapsiz. Bu videoda esa shu haqida gaplashamiz deb davom ettiring. Har 30-60 soniyada sahnani o'zgartiring, savol bering, qisqa animatsiyalar qo'shing. 5. YouTube algoritmini tushuning. YouTube bu faqatgina video joylash joyi emas. Bu algoritmli platforma. U sizning videoingizni boshqalarga qancha ko'rsatishini quyidagi 3 asosiy omil hal qiladi. Birinchisi sarlavha va preview, ikkinchisi watch time, ya'ni ko'rilgan vaqtlar, uchinchisi like, izoh va ulashish. Demak, nima qilish kerak? Videoning oxirida tomoshabinga boshqa videolaringizni tavsiya qiling. End screen va infokartdan foydalaning. Playlistlar yarating va ularni bog'lab boring. Izohda fikr qoldiring degan chaqiriqni ayting. 6. Barqaror bo'ling. Algoritm kimni ishonchli deb bilsa, o'sha kanallarning videolarini ko'proq tarqatadi. Sizda jadval bo'lishi kerak, ya'ni tartib-intizom bo'yicha. Haftasiga kamida bitta 2 ta sifatli video qiling. Oldindan rejalashtirilgan kontentlarni tuzib oling. Oldindan suratga olish va tahrirlash ishlarini yo'lga qo'ying. Har doim bir xil uslubdan foydalaning. Masalan, intro musiqasi, rang sxemasi, font, hatto sizning gapirishingizdagi ohanggacha. 7. Shaxsiy brend yarating. Odamlar sizni eslab qolsin. Tomoshabin faqat kontentni emas, shaxsni ham tomosha qiladi. Siz o'z auditoriyangizga o'z uslubingiz, qadriyatlaringiz, ovozingiz va ehtirosingiz bilan taniling. Brend degani bu logotip, uslub, ovoz, mashhur iboralar. Sizni tanigan odam sizni yana tomosha qiladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, YouTube'da muvaffaqiyatga erishish bu omad emas. Bu rejali, aqlli va barqaror harakatning natijasi. Bugun biz quyidagilarni o'rgandik. Tomoshabinni tushunish, real qiymat beradigan kontent, kuchli sarlavha va preview, video sirlari, algoritm bilan ishlash, barqarorlik va rejalilik, brendni yaratish. Agar ushbu strategiyalar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang do'stlar, oldinda sizni ko'plab foydali videolar kutmoqda.